Yaxshimsizlar do'stlar, bugun o'rganmoqchi bo'lgan qo'rma issiq sayturdan Yuango Chovro yana zamburug' kalago'sh qo'rimisi. Qo'llash yuzdan bir tal yurak berib qo'ying, 6 raqamlarni yo'llab qo'ying. Materiallardan Yuango kalago'shi va undan keyin lazlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Qozonga muvofiq may qo'yamiz. May qizg'andan keyin go'shtni silib, go'shtni 30 sekund atrofida zolaymiz. Keyin Yuangoni silib 30 sekund atrofida mayda zolab o'tgandan keyin suzib ilib olamiz. Kanatni qozonga bir cho'mich sovuq suv quyib o'tgandan keyin yuango bilan go'shtni bir qatim sovuq suvda qaynatib olamiz. Qozonga muvofiq may quyib olgandan keyin samsoq, zanjibil, ho'l piyozlarni solamiz. Bir qo'rib o'tgandan keyin tayyorlab olgan yuangoni solamiz va o'tda yuqori o'tda 30 sekund atrofida qo'riymiz. Tetiklardan oz miqdorda tuz, oz miqdorda vejang jijing, oz miqdorda dungujangni qo'yib bir qatam qo'rib o'tgandan keyin oz miqdorda sovuq suv quyamiz. Keyin qizil lazlarni silib bir qo'rib o'tgandan keyin oz miqdorda kraxmal suv beramiz. Kanatni qo'ng'ib temitib bir ishki qo'rib o'tgandan keyin taqsiga usib iste'mol qilsak bo'ladi. Mushuning o'xshash issiq saylarni voyaga yetkazib qo'riydigan, uningdagi qo'g'onashlarni bemalol qiladigan bir ustoz xizmat izlaydi. O'rni Shinjongning har qaysi joylarida bo'ladi. Agar mushlar ustaga ehtiyojinglar bo'lsa, men bilan aloqa qilsangiz bo'ladi. Har qanday cho'ng tipdagi yemak-ichmak o'rinlarini bemalol boshqarib